Xala o'xshash bo'libdimi o'sha? Qalin xalasi. Nima? Traktor ayol to'xtaydi ekan, o yerdan serbagib sanchira kelamsizmi? Ha, traktor tatib qolgan chidilar. Ana tatib kelibdi, men tashlab traktordan chiqdan gap. Qamlashibdi. O qalli degani mana shunday ishlatish kerak. Mana chiroyli mava. Ha? Mana 2 oy bo'ldi og'ila. Ha, nech pul qoldingizmi shuna? Oldigan mushig'ildagi kalla 5400 ko'yn to'g'ilishib ekan. 5400 ko'ydan. Ha. Hozir 2 oydan. Mana qo'ysangiz nech pul paydo qildi hozir? Malda hozir o'rta hisobi 200 kilodan go'sht chiqqan taqdirdami? Ha. Chiqib nima bo'ladi? Hozir 35 ko'y. 8 ming ko'y ekan. Ha, 8 ming ko'y o'tkiltirdi. 8 ming ko'y siz 5 ko'y yarg'anmi? 5400 ko'ydan nima? 5600 ko'ylab qo'y 8 ming ko'y 2600 ko'y. Nech pul yeydi? 2 oyni yog'i? 2 oyda bekisa 1200 ko'y ekan. 1200 ko'y ekan. 600 ko'ydan to'g'ilishyotir hozir. 1200 ko'y ekan bo'lsa 5600 ko'y, 1200 ko'y, 6600 ko'y, 6800 ko'y, 8000 ko'y pishsa 1200 ko'y paydo qilibdi, tushunami? Ha, endi paydo qildi. Oy, bir oyda nech pul 600 ko'y paydo qildingmi? Kunligiga 20 ko'y. Kunlik 20 ko'y. Kunligiga 20 ko'ydan paydo etdi makaldan. Bulamda momamdan bir dehqon kunligiga 20 ko'ydan paydo olsa, inkasayni qilsanglar o'rtoqlashaylar ma telefonmi ya. Men anan qaratdim. O'xshashamiz-a? Xo'sh, buningda yo'g'araqlarim bor o'xshaydi. Ba orasida sal zo'rima ketibdi. Ha. Demak, kunligiga mana makaldan kunligiga 20 ko'ydan paydo etibdi. Ha, olircha. Bo'lmasa shunga o'xshaydi siz naqadmaydi. U nech pul naqad? Aa, şu 5. Nuralican ay qirdi. Tarafı to'g'rilishgan. 520 ming ko'y. Svazal qimmat. 7000 ko'ylaqni qolgan. Qolgani. Ma 5400 ko'y, ma 5600 ko'y. Ma 5400 ko'y shundami? Ha, nima to'g'rilishdi? Asosiyatim bo'lim xili juğu kichik o'g'amlar samirib bir yerga beribdi. Yana qancha vaqtga so'ymoqchi olasiz buni? Buni yana oz deganda 7-8 oy boqamiz yana. Ha. Shu ma'niliqqa hali 2 oy bo'ldi deb. Ustixon sursin deb qo'yib turibsiz-da. Ha, asal ustixon qo'yib peshga. Shundal bo'y yug'inab bo'lgandan keyin avval o'sha bog'laymiz. Siz baxmichilik bilan shug'ullanayotgan qanchalik bo'ldi? Hozir 12 yil bo'ldi. 12 yil bo'ldi. 12 yil boshlagan. Men qo'tan sag'in qanchalik bo'ldi? Men sog'ili 2019-yili sag'in imkoniyat topib. Endi siz qanday solsiz qo'tanni? Emzasi qabib vaqtni olsangiz Masalan, sal og'rib qilish nisbati yo'qolib qoldi. Yo'q, og'rib qilish nisbati men qarang, kun ko'maydi makala. Qishinchim kun ko'maydi, shunami? Ha, qishinchim asosan jiq kun chimaydi. Hozir kun nurdan nim qildigan yer bo'lmaydi. Hozir qilman mezgilda ancha-muncha atiganda 1-2 soat kun ko'sa, kech kun yongandan yana 1 soat kun ko'sa bo'ldi. Kundan to'liq. Mana hozir kun to'sib oladi, qalay shunami? Ha, jiq chimaydi. 1-2 soat cham jiq kun chimaydi. Andan keyin og'rib qolishning sababi mana shu yana gaz va gaz ashik tarafdan chiqib bo'lanmayotgan gapda shunami? O'ttirg'i qilsak, totadigan bir nim qilsak bo'ldi. Bular qishning kuni. Qishning kuni yapamsizmi yana? Azizlar so'q bek bo'lib kelamiz. Bu yil yapmadik. Bu yil qishda juda yapmadik. Ilgari yilda yapgan. Biz alqaqdek masala yo'q. Hozircha yo'q. Pul kerakmi yo? Hayır. Ha? Fondda pul bor. Ha? Pulus mana beraydimda. Ya. Rahmat. Qanday yerdan pulimiz? Rahmat. Rahmat. Biz menda maqetim qog'iliq kelishimizning sababi birsi sizga o'xshash misol ulgulik baxmichilarni ulgu qilib turib, sizning atrofingizdagi sizga o'xshash tirisha oladigan, lekin yo bilimi yo'q, yo iqtisod yo'q, mushtarlik iqtisod kerak bo'lsa, iqtisod jihatdan yordam qilish, agar mana texnik jihatdan kerak bo'lsa, texnik jihatdan yordam qilish orqali 5 boshlamchilarni yetishtirib chiqish, ham shularni ulgu ko'rsatish orqali qolganlarni yetaklab minish degan mushu turni ijro qilgan keldik. Men shu jang borman, hammalar birlikda. Rahmat. Unda atrofingizdan siz bizga ko'rsatib bersangiz, biz shularga yordam qilsak, men o'xshab bo'la oladi degan odamdan bir hech kim ko'rsatib bermamsiz. Bu hozir nimsan bular bu jiqadan voz kechib o'tdi shu. Bular bu yil jiqadan voz kechdi bu kasbdan. Yilda kichik o'sh pul taqqan oshxonachilarni hamma kasb qilishib olgan ekan. Bak yaxshi o'xshaydi deb. Bular orqasidan chiqyapmay kasblik jiqdan tatib chiqib. Bu soha emas. Mashinchining yiniga borsangizmi shu? Yana birisining yiniga borsangizmi shu? Qanday zavodning yiniga borsangizmi shu? Azroq bir mezgillik hamda shunday bir shamol bor hamma sohada. Yana shu siz foydali o'tibsiz hozir. Ba'zida foyda ba'zida izlashib ketib bordi, ziyon topdik. Masalan, ziyon yo'q.